Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kech bo'lishiga qaramay yetkazish xizmatini bajaryapmiz mana o'zimizning Amudaryo tumanida. Amudaryo tumani Xorazm pasliga degan qishloqqa ikkala aka-ukalarga ikkita kotyolni yetkazib olib keldik. 25 kilovatli kotyolimiz bu. Bu kotyollarimizni o'ng chap deb ko'p odam e'tibor bermay turibdi. O'ng chapiga e'tibor berasiz. Bu narsani viltinatda turgan yog'i devor bo'lmash kerak. Bu tomon devor bo'lishi kerak. Bu kotyollarimiz haqida ozroq ma'lumot bersak, ushbu qarorliklardan ishlandi. Bir zapravkasini 40-45 kilogacha ko'mir sig'adi bu kotyolimizdan. Chugun kolosnik qo'yilgan. Suv kolosnik suvli emas kolosniklari. Komplektida regulyator, termostat, ventilator qo'shib berdik. Bu eshiklar tozalash eshiklari videolarda ko'rib turgan kuzatuvchilarimiz tushunadi barini. Dimoxodlarga tozalashlar qo'yilgan. Kotyollarımızın listeleri üçlü qaro listelerden oldu. Bir kotyolumuzu tushirdik, navbatdagi kotyolumuzni endi olib boramiz. Xorazm pasligidagi ikkinchi kotyolimizni ham tushirib oldik buni. Ular xuddi haligi 25 ning kopiyasi. Bizning seximizda ishlab chiqarilgan nimaki narsa sizga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Mana sheral jo'ramiz. Nava qizib qoldi, bahana bilan mallarga yem beradigan navasam kelib qoldi. Bizning brend Amu Teplo. Manzilimiz Amudaryo tumani Mang'it shahri eski paxta zavod ichida. Endi mijozimizdan so'raymiz, xizmatlar qanday ko'rsatdi? Muomalalar zo'r bo'ldi. Bugun borib azonda ko'rgandan, bitta ko'rgandan akib tashladik, kechga qarab buni yetkazib olib keldik. Shunday kotyollar kimga qiziq bo'lsa, ertaroqdan xabarlashishni tavsiya beramiz. Sentyabr, avgust oylarida navbat bo'lib qoladi hamma joylar ham. Shu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, birdan like bosib qo'yasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.